Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada da Hacı Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugün Dağış Kemanşı Görmençiyel 9. ayının 8. günü haftaga Seyşembe. Bugünkü vaziyettin bir kelime sözlesek vatandaşım. Bugün 8. günü de belki Amerika Koşmuş Ştatları Şinjan'dan yani müstemlike Uyguristan'dan paxta import qilishni to'xtatish to'g'risida bir siyaset yoki cheklash to'g'risida bir siyaset belgilaydi dedi. Bugün 8-da bu siyaset yetib kelguncha avval biz sizlarga shu to'g'ridagi leksiyani so'zlaymiz hurmatli vatandoshlar. Vaziyatmi shu. Yani başka münasebetlik leksiyalar mesela Hindistan, Xitoy to'qinishi. Tibet'nin chegarasi Hindistan, Uyg'urning chegarasi Hindistan. Mushu joylarda Jungo bilan Hindistonning to'qinishi to'g'risidagi leksiyalarni vatandoshlarga topshiramiz. Birinchi mavzu bundaq hurmatli vatandosh. Hindiston birinchi pay o'qni otdi. Jungo Hindiston to'qinishi o'rlidi. Mavzuli xabar 9. ayının 7. günü büyük Irat orbiti e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Jungo her bir taraf bayonotchisi bundaq ko'rsatdi. Bu qattiq ig'vogarchilik. Hindiston matbuotlari har bir tarafning xabarlarini naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Osmonga o'q etib ogohlantirish berish Kolivan jilg'isidagi qolliq to'qinishning yani yüz berishinin oldini elish va uni saqlanish va uningda saqlanish uchundir. 6. ayının 15. günü Kolivan jilg'isi qattiq to'qinish yuz berib, Hindiston Jungo chegarasi jiddiy kayfiyat og'ir darajada o'rlagan edi. 20 necha nafar Hindiston askari qurbon bo'lgan. Jungo hukumati o'zi tarafdan o'lganlarning sonini hozirgacha e'lon qilgani yo'q. Hindiston taraf o'q etib ogohlantirish berdi. Jungo taraf buni ig'vogarchilik deb aybladi. Jungo harbiy tarafning birinchi kun yani 7. kuni, haftaning birinchi kuni yani 7. kuni kashtarak e'lon qilgan bir parcha bayonotida Hindiston armiyasi yani bir qatam chegaradan o'tib Bangong-Tiso ko'lining janubidagi Shinpowshan degan joyga yetib keldi deb aybladi. Jungo taraf bayonotida mundaq dedi. Hindiston harbiy taraf kelib aloqalashmoqchi bo'lgan. Jungo taraf chorlash qismlariga qaratib osmonga o'q etib tahdid soldi. Jungo taraf tadbir qo'llanishga majbur bo'lib, shu yerning vaziyatini muqimlashtirdi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Hindistonning harakatlari ig'vogarchilikdir. Ehtimal bu nazı Hindistanning tarqatgan xabari tarafidan elib kelmay, buni Buyuk Irat orbiti Xitoy tarqatgan xabarni bugun xabar qilgan o'xshaydi vatandoshlar. Buning mazmuni shunday turdi. 1975 yildan boshlab Jungo Hindistonni amaliy tizginlab turganligini edi, o'q ovozi anglanmagan edi. Hozirgacha Hindiston tarafi har qanday bayonot e'lon qilmadi. Bugünkü Hindiston gazeti bayonot e'lon qilib bundaq ko'rsatdi. Hindiston hukumatining xabar manbalari dallab ko'rsatdiki, Jungo Hindiston chegaralarida o'q etish voqealari yuz berdi. Hindiston matbuoti Hindistonda qo'g'dash gazeti xabarlardan naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Hindiston armiyasi boshlanish bilan Bangong-Tiso ko'liga yaqin Shinpowshanning tizginlash huquqini qo'lga tushirgan edi. Hindiston taraf tahlil qilib bundaq ko'rsatdi yoki bundaq hukm qildi. Jungo harbiy taraf yana boshqa bir Kolivan voqeasi paydo qilish qo'rinyotida.
Cungo tarafning g'arizini tushungandan keyin Hindiston harbiy taraf ogohlantirish berdi. Cungo harbiy taraf askeri qismlarni bu yerdan darhol qaytarib ketish kerak dedi. Xabarlarga asoslanganda bu yerda 30-40 nafar Hindiston askeri, 200 nafar Cungo askeri bor ekan naq maydonda. Lekin Cungo taraf askeri qismlari ogohlantirishga qaramay davomli ilgarilagan. To'qinishdan saqlanib qolish uchun Hindiston taraf ondan o'q chiqarib ogohlantirish bergan.